Mana bu o'sha Qamashni yo'li. Bu tomonda daraxtzor. Bu yerning ko'rinishidan bu yoqqa paxta ekilgan. Quvurlardan har holda mana shu quvurdan suv olib ham paxta bilan qirga o'xshagan joylar shu yerlarda mana paxta bo'layotganmiz, yetib qolishayotganmiz hozir. Shunday joy bo'lishiga qaramasdan paxta yetishtirishga harakat qilingan. Mana yoqda ro'paradagi bunga nisbatan bu yog'i sathi past, ko'proq sug'orish imkoniyatiga ega bo'lgan joyga hech narsa ekilmagan. Simboliy boyagani olgan aragizdan bemalol chiqarsa bo'ladi. Bitta faqat bitta nasib bilsa bo'ladi. Bu nechinchi kontur ota? Ha, demak siz şimdi Ota. Mana shu joy 7 gektar bo'lib, bu yer qaysi kontorligi men noma'lum. Shuning oxirgisi 8 gektar 30 sotik yer, yilqin yerga hokim sen g'alla ekmading deb men tortib olyapti yerni. Men so'ng menga alam qilgani nima uchun buncha 37 gektar mana drenaj qilingan? Yo'l sho'ra emas. Zak emas. Biroq bu begona o't yo'q. Mana shu yo'l ostida 3 marta hokim o'tadi. Mana shu yerga bilaman aniq 100 dan ziyod qarama yuradi, 200 ga qo'yuradi. Lekin kimligini men isbot bila olmayman. Ana shu joyga hech 8 yillik bir hokim ekmaydi. Ekmaydi. Hani ektirmaydi. Ha, ana hozir ko'rsaman, g'alla ekilgan joyni aprel oylariga, mart oylariga ekib qo'yadi-da, mana g'alla yo'q deydi. Sho'rlab ketgan deydi. Hozir ko'rsaman, ana shuning uchun menga alam qiladi. Nega mana 8 gektar yer julqin yerdi? Bular xo'jasi o'zini o'ldiradi-da, mana bu 37 gektar yerni yalang joyga ektirmaydi. suvlik joy-ya bu yer. Suvlik joy. Suvlik joy, mana qarang, bu tomoni paxta, bu tomoni bog', ayaqda dayva, mana suv, qarang mana 1 metr suv yerdan tepaga turibdi. Mana. Suv hayda katta magistral, Zarafshon suvi keladi bu yerga hamma joyini. Mana qarang, bu adirga paxta ekilyapti, qarang, adir qirgan, ana qarang, ana adir qirib paxta ekilyapti. Lekin mana bunday chekki joy, katta joyga paxta ekilgan, qarang-da, ana shunga alam qiladi, g'alla ekilgan. Hozir mana shu ko'rsataman u joydan yerda. G'alla ekilgan joydan. Albatta, matbuot